Assalomu alaykum. Bugun mana shunaqa tenglamani ishlanishini o'rganamiz. Ustoz Erali kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegramda ajoyib narsalar qo'yib boriladi. Demak, bu misolni ishlashda nima qilamiz? Shu ikkinchisini yozib olamiz. Bu 3000 kvadratining ikkinchisi, bu esa 3000 kubinchisining ikkinchisini o'rtalaymiz. Demak, darajalarni almashtirib o'tsak bo'ladi. 3'ning ikkinchisi plus 3'ning ikkinchisining kvadrati plus 3'ning ikkinchisining kubi teng 10. Demak, böyle shu o'zgartirishni kiritib olsak, belgilash kerak. Shu ikkinchisini w deb olsak, demak, nima bo'ladi? W plus w kvadrati plus w kubi teng 10 bo'ladi. Demak, kubik tenglik bo'ladi. Kubik tenglamani ishlaymiz. Demak, w kubi w kvadrati w minus 10. Demak, biz bilamizki, kubik tenglamada ozod haddining natural bo'luvchilarining ichidan yechimni qidirib ko'rsak bo'ladi. Demak, bu yerda w joyiga 2 qo'ysak, demak, yechim beradi. Ya'ni 2 ning kubi 8 plus 4 plus 2 ayrılgan 14 0 beryapti. Demak, biz mana bu qilib yozsak bo'ladi. Demak, w kubi minus 2 w kvadrat plus 3 w kvadrat minus 6 w plus 7 w minus 10 teng 0 bo'ladi. Demak, nima qilamiz? Shu yerdan w kvadratni chiqaramiz. Demak, w minus 2 plus 3 w ni chiqarsak, w minus 2 bu yerdan 7 ni chiqarsak, w minus 2 teng 0. Demak, ko'rinib qoldiki, tenglama yechildi bashta. W minus 2 ni asl chiqaraversak, bu w kvadrat plus 3w plus 7 teng 0. Demak, diskriminant mana yerdan 0 dan kichik, faqat w 2 ga teng ekan. Demak, w 2 ga teng bo'lsa, demak, w 2 ga teng, demak, 3 ning ikkinchisi 2 ga teng. Bu yerda x teng bo'lar ekan. Logaritm 3 asosga ko'ra 2. Demak, 3 ning ikkinchisi 2 ga teng bo'ladi. Hammaga rahmat.